Bu ishimizni narxlari arzonroq, hamyonboproq. Bu ishlarimiz 1,5 million so'm deyapmiz. Sizni obunachilaringizga 1 million 300 ming so'mgacha qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda kuxinniy uголовlarda narx-navolari hamda materiallari qanaqa materialda bo'lgan, dastavka xizmatlarini ham albatta aytamiz. Ko'p mijozlarimiz tomonidan dastavka bormi, uyiga bormi, mayiga bormi, Toshkentga, Qirg'iziston, Qozog'iston yoki bo'lmasa Qashqadaryo har xil joylarga so'rayapti. Bu yerdagi akalarimiz xohlagan joylarga dastavka qilib berisha oladi. Faqat xizmatiga pul qo'shilib qoladi, qadrli obunachilar. Dastavka xizmatidan muammosi yo'q, dastavka qilib berisha oladi xohlagan joylarga. Endi qadrli obunachilar, hozir usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Siz videoga like bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib turing. Shunaqa foydali, arzon ishlar chiqib turadi. Usta aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi Tuzimsiz? Rahmat. Usta aka, endi sizdan iltimos, bozordagi sotilayotgan misol bitta klient kelsa, mancha deysiz, misol 1,5 million so'mlik narsani 2 million yoki bo'lmasa 1 million 800 ming deysiz. Shunga sotadigan narxingizni aytsangiz, telefon qilgan odam ham siz bilan unaqa talashmaydi-da. Yaxshi. Menimcha shunday maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, bu ishlarimiz katta razmerli ishlar. 2,5 ga 1,60 joyga tushadi. Xo'p, sandalari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Sandalari ham bor. Ichlari ham polniy laminatda 100 kilogacha bor. Bemalol yuklarni ko'taraveradi. Korpuslari polniy 100% PVX kromkada ishlangan. Bolt gaykalar bilan qatirganmiz. Materiallari mo'shi material. 4 ta taburetkasi bor. Xonlarimiz ham katta razmerda, 170 ga 75 razmerlari. Xudo xolasa 8 kishi, 9 kishi bemalol sig'oradi. Xo'p, bularimiz narxi 2,5 million so'm narx aytamiz. Kelishtirib, siz obunachilaringizga chiroyli holatda qilib 2 million 100 ming so'mdan Andijon, Namangan, Farg'onaga cho'g'ir dastavkasini ichida qilib beraveramiz. Endi uni u yog'iga, vodiyga, vohaga bo'ladigan bo'lsa, kelishadigan holatda chiroyli qilib narxlarini ozgina qo'shilib qoladi. Narxlarni kelishib qilib beramiz. Mana shu katta razmerli ishlarimiz shunaqa narxda. Xo'p, yaxshi. Toshkentgacha ham dastavka qilib bera olmaysizmi mabodo? Toshkentga endi jicha qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Xudo xolasa uni ham unaqa katta summa qo'shilmaydi. 100 ming, 150 ming shunaqa atrofida qo'shiladi. Xudo xolasa uni ham yetkazib qilib beramiz. Endi kattaroq ob'yomda ishlaydigan bo'lsa, yana ham skidkalarimiz bor. Ko'proq misol kattaroq magazinlar bo'lsa, ko'proq oladigan bo'lsanglar, albatta ancha arzon narxlarda qilib berishadi. Xo'p, keyingilarni ko'rsatavering. Mana bu ham bir xilmi? Bularimiz ham katta razmerli ishimiz. Bularimiz ham 2 million 100 ming so'mdan. Ranglaridan assortiment, bu korishniy, daligisi ochiqroq korishniyimiz. Bularimiz ham narxlari 2 million 100 ming so'm, stoli, tumbasi ichida bo'ladi. Mana ko'rib qo'yishingiz mumkin, hurmatli obunachilar, bu tomonda ham sondig'i bo'ladi. Bu tomonda ham sondig'i bo'ladi. Hammasiniki shunaqa bo'ladi. Hamma uголовlar, kuxinniy uголовlar. Taglari laminat. Bemalol xohlagan narsalarni solaverasizlar, mana. Gumbillatib yopib qo'yaverasizlar. Urib ishlataverasizlar. Bundan tashqari mana kichik razmerli ishlarimiz ham bor. Arzonlarni ham ko'rsatamiz mana. Usta aka, keyin buni yog'ochlari qanaqa yog'ochda bo'lgan ekan? Yog'ochlari tera yog'ochda bo'lgan. Asosiy spinkasiga yog'och ishlatilinadi. Qolgan joylari shu ko'rsatganimga laminatda, rossiyskiy laminatda ishlaniladi. Xo'p, mana bu ishlarimiz bor. Domga yoki bo'lmasam kichikroq kuxniyalarga bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishlarimiz juda mos keladi. Buning ichi laminat bo'lmaydi ekan-a buni? Bu ishimizni narxlari arzonroq, hamyonboproq. Bu ishlarimiz 1,5 million so'm deyapmiz. Sizni obunachilaringizga 1 million 300 ming so'mgacha qilib beramiz. Xudo xolasa Andijon, Namangan, Farg'onaga bo'lsa, dastavkalarini xudo xolasa ichida qilib beramiz. Mo'shi material, ha? Materiallari mo'shi, polniy mo'shi material, ikkita pufigi bo'ladi. Razmeri 1,90 ga, bu yoq 1,60 joyga tushadi. Ranglaridan muammo yo'q. Assortiment xohlagan rangida korishniy, serik, ko'k, xohlagan rangida qilib bera olamiz. Xohlagan rangda narxi o'zgarmaydi. Narxi ham o'zgarmaydi. Qadrli obunachilar, ba'zi odamlar mana YouTube'da ko'radida, bozorga kelib turib, "Mana mana shu narsani 1 million 300 ming so'm narx aytgan bo'lsa, usta akamiz, kelsanglar bozorga, bizni kanaldan yoki bo'lmasa YouTube'da ko'rdim demasdan turib, narxini so'rasanglar, 1,5 million, 1 million 600, bozor zo'r bo'layotgan paytda 1 million 700 ming so'm ham aytish mumkin-da. Shuni hisobidan olinglar. Kechagi kuni foydalicha muammo bo'ldi shu haqda. Instagramga biz arzon qo'yganmiz, bozordan kelib so'rayapti, qimmat aytyapti. Albatta qimmat aytadi. Sizga bozorga kelganingizdan keyin bo'ladigan narxini aytmaydi-da.
obunachiligini bizga bildirish kerak-da. Bildirish kerak. Kerak. albatta. Xudo xolasa. Yaxshi, keyingilarni ko'rsatamiz. Mana. Yana bitta yangi chiqqan modelimiz. Bularimiz ham mana polностью yonboshlari bilan, tepalari ochib bilan qo'ying, laminat bo'ladi. Hop, bularimiz ham taylari sandalik. Ha, ichlariga ham bemalol 100 kilogacha bo'lgan yuklarni qo'ysa bo'laveradi. Machalkalari ham qalin, yaxshisidan ishlatilgan. Mo'shi material bularimiz ham. Buni ham razmeri 2,5 ga 1,60 joyga tushaveradi. Zo'r, bu tepalarini ham kuxinli bo'lgani uchun biron narsalar qo'ysa bo'ladigan qilib qo'ygan ekan. Endi bu devorga qadalib turadi-da. Aha, devorga yopishib turadi. Bularimizdda ham to'rtta pufigi bor. Bu ham katta razmerli ishimiz. Orqasi aka hammasini shunaqa panelga qo'yasizlar? Ha, hammasi shunaqa depo bo'ladi. Depo bo'ladi. Ha. Hali oddiy latani tortib qo'ymaysizlar ekanda? Yo'q, oddiy latta tortilmaydi. Xudo xolasa xizmatlari ham zo'r bo'ladi buniki. Xo'p, yaxshi. Narxi necha pul bo'ldi? Narxi bularimizniki ham o'sha 2,5 million narx aytamiz. Xudo xolasa o'sha sizni obunachilaringizga kelishtirib o'sha optin narxda 2 million 100 ming so'mni buni ham qilib bera olamiz aka. Zo'r aka. Kam bo'lmang usta aka. Qadrli obunachilar, undan keyingi videoda mana ularni ham alohida перехожка. Перехожка. Picha qiynalmayapman. Shularni ham narx-navosini albatta aytib o'tamiz. Kuzatib boraverasizlar. Undan tashqari boshqa mebellarni ham video syomka qilamiz. Usta aka, endi bu kuxinniy bilan shug'ullanasizmi? Katta Gassilniy uголокlarimiz ham bor. Sexdan gassilniy uголок, односпальный kuxinniy uголок shunaqa mahsulotlar chiqadi. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda объемda ishlashgan imkoniyatimiz bor. 30 ta 40 ta u yoqda odamimiz bor. Brendimiz bor, mana Miron Mebel. Sifat foydadan ustun 2020-yildan beri xalq xizmatidamiz, Xudo xolasa. Bemalol Instagram, Telegramlardan ham aloqaga chiqsa, u orqali ham gaplashaveramiz. Zo'r aka. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying aka. Telefon nomerimiz 91lik 663 Xo'p, qadrli obunachilar, mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Albatta like bossiz degan umiddaman. To'xting. Videoni o'tkazib yubormang. Videoda oxirigacha ko'rdingiz, to'g'rimi, noto'g'rimi? Video sizga ma'qul keldi. Shuning uchun videoda oxirigacha ko'rdingiz. Endi obuna bo'lib, like bosib, komment qoldiring. Sizdan katta narsa so'raganim yo'q-ku, birodar. Tezda like bosing. Baribir ham bosdingiz.